Akalar hozir mamma aka bilan birga tushib keldik deb Perevaldan. Tushib kelgandan keyin qizdirib qo'ydilar-da. Ye va qilayotgan ishlarini qaranglar. Va yondirdi lekin bori. Qizib yotgan oporniga balonga sepganini qaranglar. Men bunga necha marta aytdim, bori hozir tushaman. Aka bunaqa ish qilmang desam, yomon qildi-da lekin. Eski shopurlar bor-ku mana, o'zingizlar komment yozib ketinglar, jigarlar, akalar. Bunaqa vaziyatda nima ish qilish kerak edi? Shu bilmaganlar uchun-da, bir og'iz yozib ketinglar, jigarlar. Opornik ham yopishib qolgandir o'sha akalar. Yomon qildi-da lekin. Mana akalar. Hozir aytsam, bilmayman deydi, nima bunaqa bo'lyapti deydi. Hech qachon shu xatoni qilmanglar akalar. Hozir o'ziga ham aytdim, tormozni bunaqa ko'p berish kerak emasdi. Shunaqa bo'lish kerak ekanda. Hozir tushuntirdim, akalar suv sepma desam, o'zim bilaman, mana 8 yillik opitim bor dedi. Mayli, o'zi biladi.